Bizani bu yerga kelganimizga bugun 6 kun bo'ldi. Oxirgi kunni lecheniya olishimiz. Bundan 5 yil oldin ham yotib ketgan edi, yangi ochilgan paytida. O'shanda yoqqan. Doktorlari ham, medsestralari ham, hattoki sanitarkalari ham juda ham shirin so'z, o'zlarini muomalalari bilan davolashadi. Hamma sharoitli bor, 4 mahal ovqati bor. Yotganingizga rozi bo'lasiz, xullas. Lichenilariga gap yo'q. Mana shu joylarni qurgan Ixtiyor Rustamovichga katta rahmat. Iloyim tan joni sog' bo'lsin. Davolayotgan doktorlarimizga ham rahmat. Hech ham kasal bo'lishmasin. Kelib yotib davolansanglar bilasizlar. 1000 marta gapirgandan 1 marta ko'rgan yaxshi deydi-ku. Mana kecha bochka degani bor ekan, davolaytirgan. Voy, jannatga tushdim deysiz agar. Hammaliga tavsiya qilaman kelib davolanishga. Bizani xotinni sahrimiz bor. 200 davlenam bilan keldim. Oyog'imda yemirilish, belimda grija, xullas buket. Bir haftada meni Xudo xolisa zo'r bo'ldik. Qaysi vrachingizga biriktirgansiz? Biza Nigor opaga, endokrinolog. Lekin hamma vrach kelib ko'radi, kunda ham.